qo'shinining sarxili, asosligi chavandozlar. Bu 10 tuman chavandoz Lijo bilan Go'siga bo'lib berilgan. Ularning nomi Ajdar kurasi ham Baturlar kurasi deyiladi. Ma'lum bo'g'ay! Ma'lum bo'g'ay! To'ppeshi, Yusang'un qo'shin bilan bir marta ilishib kallasini ayrilib qoldi. Bir marta ilishib kallasini ayrilibdimi? Qo'shin qaltis Batur ekan-ku, ha? Qo'shin bilan kim ilishidi? To'ppeshi, mening oliy sanog'im Panfang 100 jing eg'liqdagi tog' yarar aypaltisini ko'tarib hujumga o'tsa, uni tuman lashkarimi tanklamaydi. O cho'qim Qo'shinning kallasini olalaydi. Pan sanog'im nada? Mana men. Qo'rqmay chiqalamsiz. Nimadan qo'rqatdim? Aypaltamning taxti taqbog'ini ne vaqt? Yaxshi. Navoda Qo'shinni o'ltiralisiniz. 100 sar oltin bilan 50 tuyoq ot in'om qilma. Xo'p, men keltirilsin. Pan sanog'imga men tutma. Agar loyangni olamiz desak, eng avval Xula o'tkili bilan Sishuy o'tkilidan bo'sib o'tmasak bo'lmaydi. 18 taram qo'shinimiz 5 taramga bo'linib lashkar ta'sisi bo'ladi. Yuan To'ppeshi qo'shinini boshlab Mingjinni ilishga atlansin. Sang'un Sununtay qo'shinini boshlab Chinggovni ilishga atlansin. Gongsun Sang'un qo'shinini boshlab Taygun ilishga atlansin. Chatoq bo'ldi! Chatoq bo'ldi! To'ppeshi! Ben sanğın qo'shin bilan bir marta ilishmay turib, jinidan juda bo'ldi. Nima? U mu o'ldimi, ha? Biz ko'zga ilmagan qo'shinga tankilanmagan tursak, keyincha Libo kepqas qanday qilib? Qo'shinni o'ltirgan odamga 1000 sar oltin bilan 100 tuyoq ot in'om qilaman. Kim o'ltiralaydi, ha? Ağa. Ay isit. Yanliyan bilan Vincho yo'q bo'lib qoldi. Agar ularning birasi bo'lgan bo'lsa, Qo'shinni jahannamga olib borib ustatdi. Faqir chavandoz go'yi Qo'shin bilan elishay. Nima? Sen arzimas chavandoz turib, ajab yo'g'on gap qilyapsan-ku. Sen bizni buyuk sanğun yo'q deb qolding-mi? Ishingni qil. Yuan Sang'un, g'azablanmasizlar. Qarslar. Bu yoq ishonchi bo'lmasa elishiman demakdi. Chiqib elish baxmisunmi? Arzimas chavandozni chiqirdigan bo'lsak, Qo'shin bizni masxir qilmay qoladimi? Birodar. Qarslar. Bu yoqning chiroyidan zo'r surhayva, boturlik chiqib turibsa, Qo'shin uning chavandoz ekanligini qandoq biladi? Savsoning gapi o'rliq.
Güvenli ağam, elem cihette. Bu yerdeki hemen bek salgılanıp pis pişirdi. Agar qo'shingni o'ltirammasam, sizlarga kallam bilan javob qilaman. Ağa ini üçümüz hayat mamatta bili bulumuz. Gönlü inim yeğenmey kalsa, üçümüzün kallısını elinle. Yaxshi. Levshanda Hakan nasabidan bo'lganliklari bika emaskan. Jasorat ekanlar. Mulozim, Labbay. may keltir. Men bu azimatga bir qadah may tutaman. Marhamat. Bo'ldi. Qo'shingni o'ltirish uchun men ichish hojatsiz. Sal ta'xir qilsalar, men hayol bo'lmayli kiraman. İhtiyat kılın inim. Ağa, xotirjam bo'lsalar. Mümkün emas. Tankilanmaydi. Yana bir adam öldüğüm oldu da. Batın Sanğon, sizlar 5000 lashkarni boshlab hamdamga o'ssilar. Hop! Sizlar 5000 lashkar bilan siz shu o'tkiliga tegish qilsalar. Agar iliq chavandoz o'lib ketsa, kimnimi jangi chiqaramiz? Doğru. Geldi! Öldürdü! Geldi! Farmon! Qo'shinimizda yangidan 19-taram qo'shin tashkillansin. Uning sarkardisi Lyubi bo'lsin. Ferman berdarmen.
Güvenyu inim, sizga yana bir qacha may tutay. Siz bir matam ilishmay turibla Xuashongni o'ltirib, har qaysi baglarning oldida yuzimizga yo'riq qildingiz. Şundak. Güvenyu ağa, siz Huaşo'nun kallısını yerik taşlığanda, beklerinin hemmisi avıkıp kılıştı. Kandak aymak begi, vali, sanğulla o. Tüy. Menimce hemmisi nankıpı, yaramazla. Güvenyu ağa, ben mi sizge bir kadeh mek tutay? Ağa, ta'lim o'ngdin kegeshkila umidinglarni yerda qo'ymading. Xo'sh. Xo'sh. Ağa, bir gepni hazır dep koyay. Güvenyu ağa, siz töhp yartıp oldunuz. Keyin Lübo degan narsa kelganda, onun çıkılsınız bulmaydı. Növbet mağı geldi. Ma'qul, sizga o'tinay. İnilerim. Ağı ini üçümüz kelib topqa qo'shildik. Kelgandan beri chatga qilyapmiz. 18 taramning baglari bizni nazarga ip qo'ymadi. Bu ansiz zamonda put dastlab turg'ida yer topamiz desak, o'z iqtidorimiz orqali munofiqni yo'qitib, to'kib yoritib, katta ish qilmasak bo'lmaydi. Ağa, hozir Selimo bir taramning begi, 19-taram qo'shinning sargardisi bo'ldilar. Endi biz boshqa taram baglar bilan barobar o'rinda tura olamiz. Natayin. Men faqat nomdala bor, amalda yo'q sarkarda. To'ppishi Yuanshao bizga bermoqchi bo'lgan lashkar ham ta'minotni texchi bagini yo'q. Men ularni akilishga odam evatdim. Meningcha Yuanshao jahonga tunilgan martabalik zot bo'lgandikin, o'zining lavzidan yenilolmasmikin. Yani kelip, siz yıkındılar Huaşo'nu öldürüp töhp göstettiniz. Eğer Yuanshao gepten yeni varsa, ben onu datlık zütüme. Bek hocam, beni hakla vurdu. Orada? Ulan beni ne şapalak saldı. Kim orada? Neymiş kurdu? Ben hocamның fermanı boyunca ben çok körəki təminat ağılı bağan. Lekin ilki keynici sanğın Yuanshao bizge hiç kandak nersi bəmidi. Sen Yuan to'ppeshining bag to'rlarning oldida bizga 1000 sar oltin, 100 ot, 500dan oshiq berishga va'da qilganni demaganmiding? Emmisin dedim. Lekin Yuanshao aşık loyan bağlıqtı köp. Lazım bolsa loyan hücum kılıp epkilinlar deydi o. Ben onunla takallasam, onun adamları beni vurdu. Yine de üçünlarını tilledi. Ha? Neme de teledi? Bir sözünü düşürüp koymay. Eylen iti. Ula erkaysırını ilki boru tokuyduğun peskeşle, kasap kılıdığın çüpürenle de tilledi. Ha? Bu eblaklarınızı. Hey, inim, to'xta. Güvenyu ağa, siz teki yıkıdılar ulağı töhp kösetken tursanız, o eblaklar levzinden yeni yaptı. Beni tasıp almak. Ben Yuanshao degen eblakni par kılırdı ben. To'xta. Biz avval Yuanshao bilan so'zlashib boqaylik. Yuanshao degen eblak hiç kandak adamga gep vermeydi. Ondaq nimelerge gep sözle kılçılık mı karkılmaydı. Karkıldığını şemşer. Inim, qaramliq qilma. Meningcha, so'zlashsakmi, tig' ko'tarsakmi foydasi bo'lmasmikin. Nemishqa? Yuanshaoning navri inisi. Yana kelib Yuanshao uni birlashma qo'shinning bosh g'ujdorligiga tayinlagan. Meningcha, Yuanshaoning bizga lashkar ham ta'minot bermaganligini Yuanshao bilib turib, bilmasga selib olgan gap. Ağı ini ikkisining jahonga mashhur mo'tivarlar turibmi? Bunda qiladiganini o'ylamabdiman. Ahval muşundak tursa, biz nemişki başkalarının panayıyla can bekip, bu yerde horluk uçurap ötüverimiz. Bu nesbasqa yerde, gideyli. Inim, chechilmang. Avval ağamning gapini anglab boqaylik, ağa. Sov esonadimi? Esimizda. O lashkari tadbirga boy, nazar doirasi keng, ham xili mard odamkan. Bizgimi obdan nazarda qaraydi. Men avval uning massasi beqib, ondan bir nima dey. O bir nimaning chiroyidan saqliq chiqib turdi. Menimcha u yaxshi narsa emas. Başvezir, Ali Sanğun Huaşongni to'polonchilarning Guanyu deydigan bir odamni o'ldirib etdi. 3 tuman lashkarimiz butunlay tarmar bo'ldi. 18 taramning baglarining 50 tumandan ortiq lashkari bor. Hayvisi intayin kuchlik. Ularning Turshavul Sanğuni Changsha valisi Sunjankat. U 2 tuman sarxil lashkarni boshlab oldin yurish qildi.
Tönügün Beyma qorğunini elib atdı. Yana elilikəgə məlumatda xula ötkülümü qılıb üstüdə qaldı deyilibdi. Livo, Ləbbey. Şilyan qoşundaki barlıq leşkerler toplansın. Ben ulanı başlap cenge atlıman. Hop. Özləri leşker başlap can qılıdığan bolsılar, nəhayət tezla nusret qazanışlarına gep ketməkdi. Biroq mening ansiraydiganim, agar balıqdagi leşkerlarning hammini etkəslər, balıqda kütülməgan iş bo'lib qolarmikin deyman ha. Gepni eniq esila. Zali nemi demek istedi? Baş vazir özleri bilirler. Ordudaki vazir huzuralarının yerimidin köprəki burunqı xaqanның xizmetide bolğan. Ular özleriga ko'rinishda xush deb qo'yib, itoatligini bilan ko'nglida g'um saqlayotdi. Alayliq Yuanshouning tag'isi hozirgi xalfatbek Yuankuy Huashouning mag'lub bo'lganligini anglasa, qiniqini patmay ketdi. Baş vazir o'ylab baqsizlar. Sizlar hamma lashkarni ep ketib qaslar. Ilq vazir huzuralar. Agar Yuanshouga ish teshidan moslashib berib qolsa, ahvol intayin chataq bo'ladi. Gosu! Labbey! Yuankuy'nun öydeki çoğun küçük hemmisini tutunla. Evet yolga çıkıştan burun bağlı kovuğu aldı da hemmisinin kallısını elip leşkerlerimizi ilhamlandırımız. Burunqı Hakan'ın elik vezir huzuraları bilip qalsın. Astırttan men bilen karşılaşkanlarının takdiri aşındak boladı. Hop! Ferman! Cenge atlandığan iken 5 gün içinde Süncen'in kallısını alımız. 10 gün içinde Yuanshou'nun kallısını alımız. Hop! Baş vazir, mening yana bir taklifim bor. Bu qitim osiylarni yo'qotishda jang qilishlar kifoya qilmaydi. Esta, Lero, gapni uchiq desili bo'lmamdi. 18 taramning beylari ilgari bir-biri bilan to'xtamay put tepishib o'tgan tursa, endi bir niyat, bir maqsadda bo'lishi bu mumkin. Baş vazir, sizlar arani buzish hilasi ishlatib, ularni chak-chekidan bo'lib asla bo'ladi emasmi? Yön, Van Ziminbek'in canapları. Labbey. Ben isyancılarını yo'qot qilaman avataman. Sizlarning deydigan tatliq gapları yo'qmi? Özleri alemşumul jasoratga to'lib sur bilan lashkar tatib mangdilar. Men o'zlarining nusrat qozonib, o'chmas nom qoldirishlarini tilayman. Balan gap qildilar, balan gap bo'ldi. Sizlar bek gapdan juma, ha? Van Yön. Av badniyatlarning qandoq bo'g'inni ko'rgandilar, ha? Ko'rdim. Qo'rqdingmi? Qo'rqdim. Qo'rqinimdan titrab ketyapman. Qo'rqqanlar yaxshi. O'zlarini obdan so'rab baliq tutursizlar. Menga chataq deb bermisizlar. Anladingmi? Farmon berdorman. Anladinglarmi? Anladik. 10 kun ichida Yuanshou'ni yo'qotib, zafar quchib qaytib kelaman. Shu chog'da sizlarga tabriklash ziyofati o'tkazib beraman. O'ldiringlar.
İsyankar münafık Yuan köyünün ailesidekilerini kırgın kılıp baş özlerini uslup buyunla. Çallatla. Baş vezir, baldıraklarını üzerine sıkayla. Yürekliler rehem kılayla. Yo'beylarni nimishga yo'qlaydiganliklarini bilaman. Nima ish qilayman? Ularni o'zimizga qo'shib olishni o'ylaydilar. Durust. Ansiz chaqlarda ba'zilar taxt talishidi, ba'zilar zimin talishidi, ba'zilar lashkar ham boyliq talishidi. Esingizda bo'lsin, ulug' ishlarni qilishga qobillar lozim bo'ladi. Qobillar hammadan bo'yin. Bu uchaylan qobil odamlar. Yana kelib hozir ular intayin qiyin ahvolga tushib qoldi. Boshundaq chaqda ular bir ulush yaxshilik qilsangiz, 10 ulush foydasi bo'ladi. Ağa, o üçeylen batır bo'lsa-mu, to'limi bechar. Ularni qo'shilmoqchi bo'lsalar, bir parcha maktub bilan 100 sar oltin avasli bo'ladi-ku. O'zlarining kelishlarining nima hojati? Aqlsiz. Ba'zilar chaqirsilib boradi, lekin ba'zilar necha ming qatim chaqirsimi berishi notayin. U uchaylarni bo'sh chaqliqli bo'lmaydi. Ularning heliq chaqdagi holatini ko'mdingizmi? Liubey ang aqida o'ltirgan bo'lsa-mu, salobatini yo'qotmadi. Heliq ishkaylanmi, hech kimni mansitmadi. Shu kuni Guanyu Huashoning kallasini akirib yagi tashlagan chaqda nimaga hayron qolganligimni bilamsiz? Bilmayman. Liubeyning holatiga xuddi hech qanday ish bo'lmagandek ko'zini chimildatib qo'ymay salmoq o'ltirdi. Ondaq odam osmon o'rilib tushsa-mu harigiz o'ngmaydi. Belki sirliq bo'ladi. Ras, esim keldi. Shundaq bo'lgan. Ağa, ular unimisi qanday qildilar? Unimisa ularni o'zimga beqinadigan qilaman. Yaxshi-g'o. Meningcha Sili batur ham pasban bo'lishga loyiq kellar. Ular dana bo'lishga loyiq. Kamini sov-sov Liu Song'unni yo'qlab keldim. Savsanğın qadam tashrif qilsa, oldilariga chiqolmadim. Apu qilgaylar. Nima? 19-taram qo'shinning Song'unining qasrimi shumi? Shundaq. Bak obdankan. Meningcha Yuan Binchoning bargohidimi esilgan. Nima ish qilib deydilar? Chunki Yuan Shaoning bargohi esil bo'lsa-mu, lekin u yerda bir to'p nadonlar bilan chaqini odamlar bor. Bu kapida ajoyib mardona 3 og'ini turyotidi. Anglasam, uchinglarning tug'ilgan yil, oy, kuninglar boshqa bo'lsa-mu, lekin bir kun, bir soat, bir vaqt o'lishni xohlaydi ekansizlar. Men 100 chaqirim yiroqda turibmi, mushu kapidan chiqib turgan mardonlikni his qila olayman. Sağ birodar. Bak optan gap qildilar, ha? Mendagi baylar silni tilligan. Ido birodar. Meni nima deb tiladilar? Men boya silni saxtpaz deb tilligan. Apo qilgaylar. Tilliganlar haq bo'pti. Men sizlarning tillarini anglashga rozi, lekin ularning yolg'on sherin gaplarini anglashni xohlamayman. Yaxshi. Bak optan gap qildilar, ha? Gaplarni anglab ko'nglim yayrab ketdi. Bilamdilar, ha? Yuan Shu bilan Yuan Shao odam emasmi ekan? Inem. Qaraganda Yuan Shao lavzida turmabdi-da. Yuan Bincho beparvolik qildimi ekan? Qaranglar. U harvida 1000 jing oshliq, 100 jing pishiq go'sht, yana 10 xumri mayba. Ha? Yuan Shao bizga beradigan in'omni sizlardan avatibdi-da. Yuan Shao avatmidi. Ağam əkeldi. Ağam Yuan Shu'ning uchinglarni qiyin ahvolga tushirib qo'yganini anglabla, menga qo'shinimizdagi oshliqning bir qismini ajritib, uchinglarga yordam berishni topildi. Sağ aşqallah. Tilga og'chiligi bo'lmasa-mu, ko'nglimni bildiray dedim. Biroq o'zimni maqtig'inim emas. 10 xumri may mening yurtimning eng esil mayi hisoblanadi. Bir xumrisi 100 tillaga yaraydi. Rasma? Bak yaxshi bo'ldi. Esil mayning botirlar nisb bo'g'inimi mayning ta'liyidir. Savran,
labbay. Siz Yunchang Yidala bilan bilimay ishching. Men Liu Sang'on bilan mungdishiman. Ma'qul. Yaxshi bo'ldi. Yuringlar, yuringlar. Qani, marhamat. Marhamat. Avaylar. Astra. Munofiq Dungju atidan ochdi. Elni yig'ilib qoplab ketdi. Hamma odam ig'ir azob oqibatga duchor bo'ldi. 400 yillik tarixga ega Xan xaqonligi xaroblikqa yuzlandi. Men xaqon nasabidan turib, marhum xaqonimizning ro'yini amin topqizolmadim. Hey, ist. Bundan qattiq azoblanyapman. Lekin men sizlardek emas. Men ham azoblanyapman, ham xushal bo'layapman. Nimadan xushal bo'lyaptilar? Şanxalıqdan 500 yil keyin Şanxalığı qurilgan. Şanxalıqdan 500 yil keyin Jo'xalığı qurilgan. Jo'xalığı qurilib 300 yildan keyin Aminiya ham yig'iliq davr bo'lgan. Jahon qalayim qolishib ketgan. Baturlar vujudga chiqqan. Elning taqdir qismati qanchalik mavjud bo'lishi Tangrining irodasiga bog'liq. El tinch bo'lsa, baturlar chiqamdi. O'ylab baqsizlar. Agar elde tinch osoyishlik bo'lsa, sizlar bo'ri to'qib tirikchilik qilib yurayvergan bo'lardilar. Menmo xalqning qo'l ostida cherikchi bo'lib o'tayvergan bo'lardim. Jahonda ansizchilik bo'lgandilar, bizmo o'chmas to'hfa yarata olamiz. Qaraganda sizlar ansiz zaman uchun yaralgan o'xshaydilar. Ansiz zamonda yaralish baxtsizlik. Lekin ansizlikni amillikka aylantirish hammadan zo'r baxt hisoblanmoqda. Shunda burada qanday maqsadda to'piq ketildilar? İqtidorsiz bo'lsam-mo, munofiqlarni yo'qotib elni amin topqizishni, Xan xaqonligini gullantirishni o'z burchim deb qarayman. Yaxshi. Amiz arzularini qanday ishga oshirdilar? Odamlarning qarniyat bo'lishi eldagi malmonchilikning muhim manbasi. Shunga elni tinchlantirish uchun niyatni paklashtirgulik. Niyatni paklash uchun Tangri yo'lini tutib mehribon sadoqatmand bo'g'uluq. Meningcha elni tinchlantirish endi mumkin bo'lmaydi. Elni egilash mumkin bo'ladi. Lekin elni egilash tadbirga bog'liq. Obdan tadbir bo'lsa, o chaqda baturlar yig'iladi. Yuqorida dana xaqon vazirlar, tuvanda kuchli qo'shin bo'ladi. Xaqon bo'lish xiyollari ba o'xshamamdi. Xan xaqonining o'rnini olay demdilar. Mening bunda xiyollarda bo'lish haddim emas. Biroq men bu yerga kelgandan keyin har qaysi baktorlar ko'rinishda birlashgan bo'lsa-mu, lekin ko'nglida bir-birini qaslaydig'ini bilib qoldim. G'ayri maqsadni ko'ngliga pukkanlar hargiz oz emas ekan. Bu jihatda men masaladek qarashda. O'ylab baqsam, Yuanshou chaqir qilishi bilanlar 18 oymoqning baglari kelib to'pqa ketildi. Ularning maqsadi rostilla munofiqni yo'qotishmi? Natoyin. Munofiq Dungju aslida Shiliangning begi edi. Uning martabasi hiliqi baglarnikiga yetmaydi. Hozir u ostanda turib, huquqni changilg'i kirgizib olib, xolig'ini qilyapti. Buning bilan eldagi baglarning noroziligini qo'zg'adi. Ular ko'nglida Shiliangdagi bir cho'shqa o'rdiga munosib kelmaydi deydi. Aniqini aytganda, ularni Dongjuga o'ch degandan ko'ra, Dongjuga hasad qilyapti degan tuzuk. Shunga noiti tezli lashkar tortib, noiti tezli birlashdi. Maqsadi el parchalangan paytdan foydalanib, yer zamin talashish, o'zlarining kuchini zo'raytish. Ular hargizma elni qutqizmaydi. Qalaymaqonchilikdan foydalanib, elni talashmoqchi, zaminni bo'lish olmoqchi. Shunga mening qarashimcha,
odamlarning qorniyat bo'lishi eldagi malmonchilikning muhim manbasi. Ağa, Liu Bei bilan qandaqroq mundashdilar? Avval sizdan Guan Yu bilan Zhang Fei qandaq odamlar ekan? Yaxşıkan. Guan Yu bilan Zhang Fei ajoyib mardona, haqqoniyatchi ekan. Jahonda oz tepiladigan baturlar ekan. Aşı batırlar manga nesip bo'lmasdan Liu Bei'ga nesip bo'lib ketibdi. Isit, hay isit. Isit. Qaraganda Liu Bei sizlarga beqinishga unmabdi-da. O hamoqatmi emas? Irodasizmi emaskan? Shundaq tursa, manga qandaqmi beqinsin? Bundan keyin manga ashaddiy raqib bo'lmasali bo'ldi. Ata, birda jang qilib, Beyma qo'rg'inini oldik. Shilyan qo'shinining quruq nomili bor ekan. Sizlar nimishqa qo'g'lab zarba berib, Xulov o'tkilini elib, ostani Loyangga besib kirmaydilar. Qo'shinimiz avval besib kirsa, sizlar bosh to'kib bo'ladilar. irodangga opret. Hozir qo'shinimiz necha yuz chaqirim ishkirlab kirib, birlashma qo'shinning bargohidan yiroqlab ketdi. Yuanshov avatmoqchi bo'lgan oshliq bilan Yimach qo'shin hozirgacha yetib kelmadi. Meningcha qo'shinimiz aramasin. Yuanshovning qo'shini kelgandan keyin Xulov o'tkiliga tang tegish qilaylik. Xan Sang'oning gapi o'rinliq, biroq Yuanshovning Yimach qo'shini kelganda qo'shinimiz yana Turshavul qo'shin bo'ladi. Chunki munofiqni yo'qotish urushida 18 taramning baglari to'kpi talishidi. Ularning qaysi biri to'kpi yaratishni Loyangga avval tegish qilib, Xaqanning inomiga erishishni xohlamasa. Shunga bizning Jangdong qo'shinlari fursatni qo'ldan bermay, Dongjoni yo'qotish urushida kuchimizni texmi zo'raytib, zamin egilasak, keyin foydasi bo'ladi. Ma'lum bo'g'ay! Pasbanim, Dongjoning elchisi kelibdi. Dongjoning elchisi? Bo'pti. Uning gapini anglab boqay. Hop! Pekir, haram ağısı liru boluman. Aman turğanlar, Sünsanğon. Liro. Hoş. Nemişki keldilar? Pekir, alaytan özlerini mübarekligilik geldi. Nimam ne? Birli jangda sizlarning Shilyan qo'shinini mag'lub qilganimnimi? Tebriklaydiganimning birisi mushu. İkincisi, texmo tebriklashga tegishli ishdir. Qo'lig'im sizlarda. Baş vazirning bir arzuli qizi bor. Texi bo'yiga yetmagan ajoyib chiroyli sizlar. O'zlarining bir o'g'illari bor. İsmi Sunchuan. Baş vazir sizlarni azaldan hurmat qilg'achqa, shu arzuli qizini o'g'illarga yotliq qilib, o'zlari bilan amroq qudi bo'lib, buyuk ishni tan qilmoqchi ekan. Qaysi o'g'limga yot qiladi ekan? Sunchuanga. Baş vazirning aytishicha, agar sizlar xohlasizlar, baş vazir Xaqonga ma'lum qilib, o'zlarini ordenning buyuk amir lashkarligiga tayinlab, uch vazirning biri qiladi ekan. Yana texi Sünsanğon sizlar Jingzhou aymog'ining begi bo'lib, Jingzhoudagi 9 viloyatning barliq ziminlarini boshqurdi ekanlar. Sunchuan kirsin. Kichik Beyzodi kirgay!
Ota, ben kirdim. Oğlan, gel. Ha, Oğlan, Donjo kızını sana beriş üçün elçi evetipdi. Sünçen diyen mi şu ma? Ben başkalarının sünçenini kalemdi mi, elemdi mi kamalet yetken iktidar ilgisi dep anlıgan. O tehe küçükkeni bağlı iken o. Oğullarımның hemmisi kalem bilen elemde kamaletki yetken. İşenmisle bunundan sonra bakay. Oğlan, gel. Qine dep bakay. Bu elçi neymiş kısana layık tepip berdi. Donjo Sılı'dan kokup ketkeşke meni köğül kılmakçı boğan. Şunda kılsa Sılı onun kuluğa ayınıp kalıdılar. Ota, bundak işki makul deysizler hergiz bulmaydı. Anladılımı? Menin 9 yaşlık oğlum mu? Donjo'nun garizini bilip algan tursa. Bundak arının buzu şeylisini başkala bilemem do. Bilmey kaptım ben. Meni bu kızlar. Lero, yo'qolsizlar. Donjo'ga deb qo'ysizlar. Bo'ynini pokiz yuyib, meni shamshirimni kutsin. Ota, ben hazır obdan oylap baktım. Makul deysizler boptiken. Nimishqa? Sizlar onun ras makul demey, yolganda makul deysizler bulatdi. Urushning 9 rang, bir jang degan gap bor. Sizlar makul deb qo'yib, Shilan qo'shini tayyorliqsiz turgan chog'da Loyanga tuyuqsiz hujum qilsa bulatdi. Yaraysan. Anlagan sizlar. Mening kichikkina o'g'lim bundaq chechen tursa, büyük ishni qilishdan ham yeytdiqmi? Mübarek olsun, paşalarım, mübarek olsun. Ma'lum bo'g'ay, Turshal sanıqın Sunjan 3-chi qatim maktub avatib, ta'minot bilan nima chiqishini so'ylabdi. Bo'ldi. Yuanshuni chaqirib kel. Hop. Ma'lum bo'g'ay. Top işi. Süncan adam evetipti. Kim evetipti? Ali Salgun, Hongayni. Hansanıqın özleri keptilig'i. Top beşi, qarısıla. Ben bu Şemşer bilen Şilanlık 25 qaroqchining jenini aldım. Şemşer sunup, tig'i qayrilib ketdi. Hazır bizning jangdo'nliq nech tuman lashkar mushundaq Şemşerni tutib, qo'lov o'tkildi Shilan qo'shini bilan jang qilyotidi. Sili bizga bermoqchi bo'lgan ta'minot, ot, qurol yaraq hozir nada? Kechilmisizlar, ha? Ta'minot bilan qurol yaraqni Sunsanolga yetkazib berishga Yuanshuni evatdim. Meningcha 3-4 kungacha cho'qim yetkazildi. Nima? Yani 3-4 kundamdi la? Bunda 3-4 kundan nechisi o'tib ketdi? Biz ya ta'minotni ko'midik, ya qurol yaraqni ko'midik, ya himoch qo'shinni ko'midik. Men qovuqdan kirgich qarsam, baglar bargohni may ichib o'ltiribdi. Lashkar tatadigan alpozi yo'q. Ondaq emas, ha? 5 taramning begi lashkar boshlab yurib ketdi. At o'gin Sunsangun bilan uchrasha oladi. Hansangun, sizlar chiqib aram asla. Men o'rlashtirib beray. Yo'q. Top beshi. Pasibanim bana ta'minot bilan qurol yaraqni bermisizlar. Sizlardan ayrılmasligin topilgan. Hansangun, kun o'ltirgucha ta'minot bilan qurol yaraqni sizga topshiraman. Ma'qul.
top beşi. Gaplarda tursula. Emdi yeni vamısla. Yeni vamayman. Bu şemşer guva. Huang Sangon. Çıkıp aram eli vasla.情不能收，剑点平生。